Free audio post-production by alphonic.com. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Kecha bizada texnik nosozlik bo'lgani uchun bugungi Notion'ni qaytadan hozir tushuntirib, noldan batafsil ma'lumot berib ketaman. Xo'p, kecha ko'rolmaganlar buni обязательно yozib olingan videoni YouTube kanaliga ham yuklab qo'yamiz. O'tib ko'ra olsanglar bo'ladi. Link ham tashlab qo'yamiz kanaliga. Xo'p, unda boshlaylik biz. Men o'zim asosan ishlatib keladigan Notion'ni hozir sizlarga umumiy strukturasini ko'rsatib o'tib ketaman. Notion nima uchun kerak? Misol uchun umumiy qaraydigan bo'lsak, Notion bizaga umumiy pozitsiyalarimiz qanaqa bo'lyapti, necha foiz foydadamiz, qanaqa profit qilyapmiz, qaysi vaqt sessiyasida savdo qilyapmiz va qanaqa time frame'da, qanaqa tasdiq bilan kiryapmiz, hammasini jamlab turadigan umumiy приложениеda, qisqa qilib aytganda. Avvallari kimdirlar daftarga yozishardi yoki qanaqadir notebook, xullas bloknotlarga yozib borishgan pozitsiyalarni. O'shani elektronniy onlayn versiyasi hisoblanadi. Xo'p, endi boshladik. O'zim ishlatadigan shaxsiy Notion'ni ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda birinchi ko'radigan bo'limimiz bizda data bo'limi hisoblanadi. Bu yerda bizani sanani yozishimiz kerak. Misol uchun qachon savdo qilyapmiz? Bugun savdo qilyapmizmi? Bugungi sana. Har kunlik pozitsiyalarni har kuni yozishimiz kerak. Bugun demak, misol uchun 27-dekabr yoziladi. Xo'p, undan keyin strategiyamiz nomiga yoziladi. Misol uchun men shaxsan SMC da ishlaganim uchun SMC deb yozib o'tib ketaman. Undan tashqari valyutani tanlashimiz kerak. Qaysi valyutada ishlaymiz biz? HUSDmi, EURUSDmi, funtmi, bitcoinmi? Umuman olganda biz o'sha savdo qilgan, pozitsiya ochgan valyutanimizni yozamiz. Misol uchun HUSD paras. Men qaysi sessiyada savdo qildim? Misol uchun London sessiyasida deylik. London sessiyasida. O'shanda London sessiyasida men примерно $500 foyda oldim. $500 foydamni yozaman. Keyingi bo'limga. Xo'p, $500 foyda oldim. Undan keyin reward'im. Men $100 risk qilganman. Bu $500 foyda olib kelyapti. Bu RR5 olib keldi menga umumiy hisobda RR5 plus 5. Time frame qanaqa edi? Time frame M1 time frame. Keyingi comments bo'limiga, misol uchun nima sababli biz savdoga kirdik? Ya'ni menda sweep zona likvidlik bo'lgani uchun o'sha joydan men savdoga kirdim va oxirgi bo'limga fayl yuklaymiz. Ya'ni o'sha TP olgan faylimizni qisqa qilib yuklab qo'yamiz. Mana umumiy hisobda bizani Notion'imiz mana shu tartibda ketma-ketlikda yuklanib borilishi kerak. Biz qancha minus qilsak ham, plus qilsak ham hammasini mana shu yerga jamlashimiz kerak. Bizani umumiy total profitimiz performance degan joyda ko'rsatadi. Bizaga qancha profit olib keldi, qancha zarar olib keldi, akkauntimiz qay darajada o'syapti, ya'ni oylik planimiz qanaqa bo'lyapti, haftalik planimiz qanaqa bo'lyapti. O'shani hammasini jamlab bizada umumiy Notion'da kiritib ketsak, plus ustiga plus bo'ladi. Xo'p. Hozir plusni yozdik, endi misol uchun minusni ham yozib ko'ramiz. Misol uchun pozitsiyalar har doim ham plusga chiqavermaydi. Minusli pozitsiyani ham yozib, hozir umumiy ko'ramiz. Xo'p, sana bugun yozdik. Kimdir misol uchun strategiyasini yozishi mumkin. Misol uchun ICT bo'la qolsin. Hop, strategiyasi ishladi. Va valyutasi misol uchun EURUSD deylik yoki AUDUSD. New York sessiyasida ishladi va minus $100 zarar qildi. Xo'p. Umumiy qaraydigan bo'lsak, mana performance degan joyda bizada $500 foyda bor. Umumiy endi hozir bizada foydamiz $400 ga aylandi. Qisqa qilib aytganda, barcha savdomizni yig'indisi bizada grafik shaklda ko'rinib turadi. Xo'p, rewardimiz minus 1 RR hamda time frame'imiz M1 time frame. Xo'p, zonamiz flip zona. Stop olgan pozitsiyamizni ham xuddi tepada ko'rsatilgandek fayl ko'rinishida yozib ketamiz. Notion umumiy tartibi shu ko'rinishda bo'ladi. Umumiy tartibi qisqa qilib aytganda,
har bitta pozitsiyamizni yozib ketishimiz uchun kerak bo'ladi. Bu bizaga o'zimizni savdo istoriyamizni ko'rishimiz hamda tahlil qilishimiz, qayerda xato qilyapmiz, nima sababli bizdan ko'p stop yeyapti, hammasini yozib borsak, oy oxirida yig'ib, o'sha qilingan analizlar qanchalik plyusda chiqdi, qanchalik minusda chiqdi, qaysi zonalar ishlaydi, qaysi zonalar ishlamaydi, qaysi tasdiqlar kuchliroq ishlaydi, o'shalarni hammasini yig'ib ko'rishimiz uchun kerak bo'ladi. Chunki mana oddiygina qilib aytsak, MetaTrader'da pozitsiya ochdik. Biza yerda commit yozmaganmiz, prosta istoriyada turadi u bizada MetaTrader'da. Bir oydan keyin o'tsak, bu savdo pozitsiyasini eslolmaymiz. Nima uchun ochganmiz, qaysi tartibda ochganmiz. O'sha narsani biz Notion'ga kiritib ketadigan bo'lsak, bir oydan keyin qaraymizmi, 2 oydan keyin qaraymizmi, hammasi bizada Notion'da turadi va o'sha qilgan xatolarimiz qilmaslik uchun ham bizaga mana shu narsa kerak bo'ladi. Qisqa qilib, Notion haqida ma'lumot mana shundan iborat edi. Albatta buni ko'rib, foydalanib, ishlatib, rezultatini albatta Telegram kanalida kommentda yozib ketsak juda ham zo'r bo'lardi. Shu bilan bizani Notion'ga bag'ishlangan qisqagina videomiz shu bilan o'zini yakuniga yetadi. Savollar va tushunmayotgan narsalar bo'lsa, barchasi Telegramda bemalol murojaat qilishsak bo'ladi. Kommentariyada yoki belgilab yozib ketsak bo'ladi. Free audio post production by alphonic.com.